Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, ma'lum bir jiddiy shaxsiy sabablarga ko'ra kanalimizda 2 hafta davomida video joylanmadi. Bu uchun barchadan uzr so'rayman. Bugun esa bizda yangi video. Albatta kanalimizdagi aktivlik hamda mehnat uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keling do'stlar, birgalikda bugungi videoga 5000 tadan ziyod like yig'amiz. Albatta bu Sport Plus kanali oilasi a'zolari qo'lidan keladi. Siz like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qozog'istonlik UFC jangchisi Shavkat Rahmonovning murabbiyi Eduard Bazarov yarim o'rta vazn toifasi chempioni Aslan Makhachev bilan ehtimoliy jang haqida fikr bildirdi. Bu Islam uchun jiddiy chorlov. Rahmonov yengilmas jangchi, UFC'da 7 marta jang qilgan, ungacha ham qiyin janglar o'tkazgan. Ularning tuzilishiga ham qarasak, Shavkat kattaroq. Bizda kurashdan himoyamiz bor. Grappling yaxshi, lekin baribir Islam bu Islam. Pound for pound reytingining yetakchisi, ikkitalik chempion. Juda jiddiy raqibiga fikr bildirgan Bazarov. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Shavkat Rahmonov va Aslan Makhachev o'rtasidagi ehtimoliy jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa Ilya Topuria navbatdagi jangini qachon o'tkazishini aytdi. Yengil vazn chempioni Ilya Topuria UFC doirasida navbatdagi jangini yozda o'tkazishni rejalashtirayotganini bildirdi. Yozda umid qilaman. Oq uydagi UFC turniri doirasida bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Chunki sen UFC janglarini qayerda va qanday tashkil qilishini ko'rsata olmaysan. Ular ham senga qanday jang qilishni aytishmaydi. Hozir umuman nima bo'layotganini bilmayman. Biladiganim yozda jang qilaman, ammo aniq sana yoki joy yo'q, dedi Topuria. Love Kick MMA portaliga bergan intervyusida. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Aslan Makhachev va Ilya Topuria o'rtasidagi ehtimoliy jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Aslan Makhachev yoki Ilya Topuria? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bundan tashqari UFC yengil vazn chempioni Ilya Topuria o'rta vazn chempioni Hamzat Chimayevning Shon Strickland bilan ehtimoliy jangi haqida fikr bildirdi. Hamzat haqida nima deysan? U ajoyib, yaxshi jangchi. Agar Hamzat va Strickland jang qilsa, kim yutardi? Nima deb o'ylaysan? Hamzat, dedi Topuria bloger admin Roisning YouTube kanaliga bergan intervyusida. Yarim o'rta vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyev tezroq janglarga qaytishni istayotgani haqida fikr bildirdi. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Instagramda yaqinda takrorlaymiz, inshaalloh deb yozdi. Tez orada hamyurtimizning jang sanasi va raqibi ma'lum bo'lishi kutilmoqda. Chunki do'stlar, hozir Ramazon oyi bo'lganligi uchun hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Ramazonda jang qilishni istamayapti, ya'ni mart oyi oxirlariga Nursultonning navbatdagi jangi o'tkazilishi mumkin. Bu UFC Fight Night turniri doirasida bo'ladimi yoki UFC'ning raqamli turniri doirasida bo'ladimi? Bu hozircha noma'lum. Albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olqa O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang. Qadrli do'stlar, men juda ham ko'p yangiliklarni YouTube orqali sizlarga yetkazib bera olmayapman, ammo rasmiy Telegram kanalimiz orqali ushbu yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev, Ramazon Temirov, Bagdan Goskov, xullas barcha o'zbekistonlik UFC jangchilarining yangiliklarini albatta biz Sport Plus rasmiy Telegram kanalimizda yoritib boramiz. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tishingiz mumkin yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Sport Plus nomli rasmiy Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizda qoling va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.